olish uchun aka men sizni podarkangizga zormanmi aka? Yo. U nepravильно. Men Da. zik aytgan bo'lsa, siz zik aytilgan bo'lsa, zikka aytmaysizmi, ey pidaras? Ke, sen men bilan gaplashib o'gin. Chinorni nima qo'shasan? Men chiqdimmi mana shu yerda yoki men yozdimmi? Yoki biror narsa dedimmi? Men yo'q edim-ku unda, to'g'rimi? Siz aytmadingiz. Siz boya podarka urganingizdan shu tema boshlandi. Alibanat men oilasidan urib chiqib ketgan, men Alibanatni so'kkanni men keyin videoda ko'rdim, menga tajabbi. Men urib chiqib ketdim. Men mana dalsh ko'rib o'tirmayman men. Men urib chiqib ketgan. Akajon, Alloh rozi bo'lsin. Sizga bitta savolim bor. Chiroyli odamlar yordam ko'rsatyapsiz. Davlatingiz bundanda buyuk bo'lsin. Saxovatpesha insonsiz ko'rib turaman sizni ham. Alloh rozi bo'lsin. Odamlar yordam ko'rsatsangiz, yaxshilik qilsangizda shunday men yonboshdan chiqamanda, men umuman yaxshilik qilmaganman, u ishga temaga umuman meni boyagida aloqam yo'q-da. Ash temay shunday chiqsamda, shunday siz yordam ko'rsatgan odamga Chinorni ham, uni ham deb onasini so'kib tema qilib o'tirsam, aka g'ash keladimi yo'qmi? Qarang, to'g'ri. Endi ikki ma'noda-da. Agarki to, что men gapirsam o'sha yerda Sardor, Alibanat yoki Istanbul yoki Muslim deb men qo'shsam, meni qo'shsalaring bo'ladi-da, brat. Masalan, ha, Chinor aytdi desalaring. Lekin bu xtonga qayerdadir gapga meni qo'shib nima kerak, brat? Men masalanda, men Luboyga aytganman, hozir chiqsin. Sen aytgansen pidaras desin, men jim turaman. Sen aytgansen pidaras, Alibanatni, Sardorni yoki Istanbul yoki Muslim yoki Luboy misolda aytsinki sen aytgan tema qilib desin. Men pidaras agar. Men aytganmen Luboyga vaqt soat kelsa, men so'rasizlar, men bilan ishlaring bo'lmasin deganmen Luboyni. O'zingni ijodingni qil, o'zingni yo'lingda, o'zingni pravilangda yur deganmen Luboyga aytganman. Aka meni profilimga kirib qarasangiz, sizga nisbatan ikkita video обращение qilganman, ikki martasida ham haqoratlaganman, to'g'ri, lekin o'shaning sababi menga nisbatan mana yana tushuntiryapman, Istanbul tog'a jim degandan beri jim edim. O'zimni bosdim, shuncha video ko'rib kelyapman ham jimdan. Aka, ashi paddashga qilib yurgan odamlaringiz sizni hurmat qilsa, mana shu yerda eshitib o'tiribdi, nechta bittasini ko'ryapman. Aka profilga shunday kirib qarang, mendan boshqa temasi yo'q shular hammasi. Tushunyapsizmi? Qaningizni uring, malades. Menga mingtalab video qo'yapti. Aka, men ham temir emasman, menda ham yurak bor, menda ham qaningizni uring deyapman. Qarang, malades. Lekin bir gapda men orada yo'q-ku, men aytganim yo'q-ku, tema qil deb chiqsin bittasi. Siz uni o'shani o'zini tema qilmaysizmi? Aytmaysizmi? Gandon deb pidaras. Bu yoqqa sen demaysiz. Aka, bitta narsa pabratskiga aytaman. Siz kirib paddashga qilgan kuningizdan tema boshlaydi. Siz kirib paddashga qilib podarka urganingizda video qo'yishni boshlaydi. Undan oldin menga g'ash qolmaydi ular. Sizni cheers pushga qo'yib, orqasida tog' turibdi degandek qilib menga sakrang. Aka, siz nima qilgan hech kim sakra olmaydi. Nimaga qolgani, masalan, men ko'p odamga kiraman, nimaga qolgani sizga gapirmaydi? Значит, ularni boshdan ular aqlli odam. Aka, siz paddashga qilayotgan Assalomu alaykum aka. Men bilaman ular kimligini. Mendan so'rang, ular basharasini shunday aytib beraman. Bo'ldi, Sardor, yo'q odam gapirmaydi. Yo'q, uni gap noto'g'ri bo'lyapti-da. Yo'q odam gapirmaydi. Odamga u narsa noto'g'ri gap bo'lyapti. Yo'q odam gapirmaydi. Kerak emas. Mana Chinor aka aytdi, adovatim yo'q. Siz ham aytdingiz, bo'ldi aka. Meni adovatim yo'q. Yo'q, Sardor o'shkini ham bitta gapirib. Men bitta narsa aytaman, pabratski yuradan aytaman, aka. Noto'g'ri tushunasizlar, to'g'ri tushunasizlar, bir joyga edim, kiraman. Men ham sizlar vaqtlaring olmay. Agar siz kirib podarka urib Dayım aka, rahmet aka. Siz kirib podarka urib, bizning onamizdan so'kishsa, akajon, bu adovat dalshi bo'lishi ketaveradi. Jimgina yo'lda ketishsa, adovat biz tomondan bo'lmaydi. Ochiq masala shu. Bizda ham xudoga shukr o'zimiz akalarimiz bor. Bizda ham xudoga shukr bizani paddashga qilayotgan o'zimiz odamlarimiz bor. Sizdan akajon men giram sovg'a kutmaganman. Sovg'a kutmayman ham, aka, siz sovg'angizga zo'ranmasman aka. To'g'risi. Mayli, quloq soling. Endi sizlar u odamlarni через men yoptirmoqchi. Shunday bo'lyaptimi? O'zlarini yopa olmaysizlar og'zini. Shunday bo'lyaptimi? Akajon, ular og'zini e'tibor ham bermaymiz, yopmaymiz ham, prosta. Men prichom bu yerda unda? Men prichom? Prichom men bu yerda? Siz kirib podarka uryapsiz, ular bizni so'kishni boshlayapti, aka. Siz urmasangiz so'kalmaydi. Tavba qildim. Qarang-da, Sardor, menga quloq solinglar, brat. Sizlar hozir nepravильно gapiryapsiz. Chinor aka, ular och qolsa birovni tema qilmaydi.
Tushundingiz? Qarang, Ali Ular bana oshqor eshitding, eshitding. Hozir Odam nepravильно gap gapiradi, u bo'lyapti. nepravильно gap bo'lyapti. Hozir nepravильно gap bo'lyapti-da bu yerda. Endi Bunaqa gapirmaylar birincidan. Vallahi men sizga ko'tarishimin sababi onu bunu gapirib yo'q odam Abi, Ali abi. Bu odam Biza bilan aytyapti, kimdir men- ulansa, qarang, biza bilan masalan, men onasini sizga piziz bezib ketganman-da. Men bilan zikirlanadimi kimdir ulansa yoki o'sha u tomondan kimdir ulansa, sразу tema boshlanadi-da. Masalan, Chinor. mana savol. Masalan, mana Ali Chinoraga gapni. Men shuncha eshitdim, siz ham eshitishni o'rganing aka. Biz eshitdik mana boshdan beri. Eshitaman. Qarang aka. Misol aka, men siz bilan shuncha payt yoki aka deb lichkangizga yozib yoki nima deydi, padilitsiya qilib, nomeringizni so'rab biror nimalar qilmaganman. Sizdan nimadir men ham kutmaganman shu paytgacha, to'g'rimi? Paxta qo'yib Yo'q, qabul. Bizaga nesto. Prosta siz ularga ozgina be'tibor qilsangiz, biroz aytsangiz, ular bilan o'ynayotgan paytda ko'tingni qis, men kelgan payt ularni vobshe gapirma desangiz, ular miq etmaydi. U sizni gapingizni oladigan insonlar. Chunki siz ularni ta'minlayapsiz. Ro'zg'orni siz tebratyapsiz. Значит, olmayotgandirda o'zlarini hayoti bilandirda. Men 2 marta aytganman hammasigaki, tosh Sardor men bilan gapirgan bo'lsa, men bilan o'zi gapirib oladi. Sizlar ishlaring bo'lmasin. Значит, o'zlarini hayoti bilan bir. Ikkinchidan Ali Banat, qaranglar bilan. Sizlar nimaga boshqa odam bilan, davay boshqa odam bilan gaplashasizlar, boshqa odam bilan urushasizlar. O'rdakimiz nachit. O'rdan men aka, o'rdakim. Yo'q-ku o'rda. Men aytyapmanki, men aytgan gapim bo'lyaptiki, men prechom masalan bir kishi bilan urushsa yoki Sardor bilan birtasi urushsa, masalan Muslim aka bilan yo birtasi urushsa, O'shalarga aytib ko'tingni qisgin desangiz, ko'tini qisadi hammasi. Значит, qisolmaydigandirda men hammasini yonidan o'tganman. O'sha kuni aytganman. Mana hammasini o'tganman. Yo'q, Ali Ovoz bormi? Chinor aka. Laba eshitaman. Akajon, asabiylashmang, joningiz sog' bo'lsin. Siz ham mana qilmaylik aka, sizni men Yo'q, asab emas. Shaxsiy adovatim bo'lsa, betingizga ham mana qilaman. Lekin aka, siz pul berib quturtiryapsiz, meni tishlayapti bu kuchinglar. To'g'risida? Endi bir gap. Xalq ko'rib turibdi aka. Eshitding, Sardor. Men qarayapman 90% chetda o jigarlerin. Men ular menga begona emas. Aziz, Zeg, Bobur, boshqa. Endi ular ham ko'rganman, o'tirganman biz dasturxonda. Men ular yomonlamay, ular o'zi ham biladi mening xarakterimni. Siz eng yaxshi siz bilasiz, Sardor. Mening chetdagi maqsadim o'zlaringiz gaplashyapsiz, o'zlaringiz so'kinglar. Yo'q odamı, donatori, mana tumor yonimda o'tiribdi, aytyapti, biz nima qildik deydi bilan. Men aytaman aka, noto'g'ri tushunyapti vallahi, shunaqa bunaqa bo'lyapti deyman. Xo'p deydi, o'zidan nima qilsin, biz prichom deydi. Mana hozirgi aytadigan gapim Istanbul aka aytyapmanki, masalan Sardorga aytyaptimi? Sardorga aytyaptimi? Sardorda gapiryaptimi birontasi? Sardor aytsinki, o'sha odamni o'zini deyapman. Men bitta odam menga keltirib bersinki deyapman. Istanbul aka meni eshitilyaptimi? Bitta odam keltirib bersinki, men aytgan bo'lsamki, Sardorda tema Ali Banatni gapir birtasi. Любой, вообще не только bu ikkitasi, любой videosini gapiringlar degan bo'lsam, keltirib bersin birtasi. Lekin men unaqa aytmaganman. O'zidan so'rab olsin любой. Masalan, bu bilan urushdimmi, to'g'rimi aka? Masalan, siz bilan men gaplashdimmi, siz bilan men gaplashib olishim kerak. U meni o'rtaga вообще. Chinoraga qisqacha aytyapti aka. Siz padişe qilyapsiz-ku deydi misol bulara. Xo'p. Biraz yana aytin deydi. Sökmesin. Aka, значит, yana aytin deydi. Mana shu yerda shuncha odam işte aytin. Yana aytaman aka, yana aytaman. Значит, qarang. Ben senden köp aytaman. Urushma Aziz bilan boshqasi. Nima urushasan deyman, tamam? Lekin mana siz ham aka, mana shuncha odam uchun biraz aytin. Oldu. Gaplashmaylar, yana tema qilmaylar, so'kmaylar. Meni hurmat qilsangiz deyin. Mayli, meni hurmat qilmaydi bular. Jonlar sog' bo'lsin. Istanbul aka, qabul aka, ikki og'iz aytaman, bir og'iz emas. Men azizam chetda, Agar qaysi meni hurmat qiladigan bo'lsa, masalan, men ularni bitta emas, u mendan tashqari ularni 5000 ta, 6000 ta donatori borda, misolda, brat. Men bir oyda
Men aytganman, aytaman ham. Lichni men haqimda yoki men to'g'rimda Sardor bilan bironta gaplashmas. Biron Sardor bilan meni gapim bo'lsa, Sardor menga chiqadi, men gaplashib olaman. Ha. Bu o'zlarini